Qoraqalpog'iston Respublikasi bojxona boshqarmasi Qoraqalpog'iston temir yo'l chegara bojxona posti xodimlari tomonidan stansiyaga kirib kelgan 124-sonli Volgograd-Toshkent yo'nalishidagi yo'lovchi poyezdning 5-sonli vagoni bojxona ko'zdan kechiruvdan o'tkazildi. Natijada bu vagonning jo'xarg'i bo'lagi havo almashtirish trubalarining arasida qupiya tarzda yashirilgan, hech qanday sertifikatlarga ega bo'lmagan, jami 160 turdagi iod hamda har turdagi sherbet, untaq bo'lgan biologik aktiv qo'shimchalarni bojxona nazoratidan jasirib, qayta sotuv maqsadida olib kelinayotganligi aniqlandi. Tashish harorati va saqlash talablariga rioya etilmasdan olib kelinayotgan mazkur biologik faol qo'shimchalarning iste'molchilar uchun foydasidan ko'ra ziyoni ko'proq tegmasligiga afsuski hech kim kafolat bera olmaydi. Mazkur holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.